Hammaga salom, sizlar bilan Park Shiyon, ya'ni Jane'ning fani, James fan. Bugun men Jane haqidagi yangiliklar va oddiy holdagi narsalarni shunchaki olib chiqmoqchiman. Men bu haqida boshlasam, Jaylis qaytishi haqida, bu duo qaytishi haqida men gap boshlab berdim boshida. Bu haqida oldindan gaplashsak, Jane u qiz bilan entertainmentda vaqti do'st bo'lishgan va o'rtasida menimcha unchalik katta yaqinlik bo'lmagan va shunchaki dugonachilik. Va lekin ular YouTube, boshqa saytlar va Telegram shunday saytlarda bir-biri uchun videolar yasashgan va bir-biriga yaqin ekanligini aytishgan. Va yaqin orada, ya'ni 1 yilcha bo'lgan vaqt ichida Elise ko'rinish bermadi va u shunchaki o'ldi, vafot etdi degan narsalar bo'ldi. Va bu haqida to'liq gaplashib olsak, haqiqatlar hali ochilmadi va haqiqatlar ochilish uchun hali ancha bor va buning o'z vaqti keladi. Men shuni aytib o'tmoqchimanki, men Jaylis qaytishigacha kombi qila olmasdim. Ular qaytish uchun juda ko'p vaqt kerak. Ular bir-birini kechirishi, bir-biri bilan yaqin bo'lishi uchun. Menimcha men oldinroq kombi qilaman va kombikimda men Jane uchun alohida 5 ta qo'shiq yozib, uni cover qilaman va buni ommaga taqdim etaman. Keling mavzumizga qaytamiz. Jaylis duosi haqida. Elisning o'limi haqida gap ketgandan keyin undan 3 kun yoki 4 kunlar o'tib Jane'ga xabar kelgan. Katta odamsiz, uyalmaysizmi? Ishonmaysizmi o'lgani haqida, odamlarning o'lgani haqida yolg'on gapiriladimi siz o'ylashingizcha deb xabar kelgan. Va Jane shunchaki Elisning vafot etganiga ishongan va oradan 3-4 kun o'tib Jane Elisning YouTube kanaliga kirganda, u yerda only Elisning ovozi bilan bo'lgan dub bo'lgan va bu dubni Jane eshitgan va bu haqida entertainmentdagi qizlarga ham ko'rsatgan. U o'lmagan, u bizni aldayapti, entertainmentdan chiqib ketamiz degan va ular hammasi entertainmentdan chiqib ketgan va ular umuman bir yilcha gaplashmagan va bu yaqinda 1 yil to'liq bo'ladi. Va shu yaqin orada Elis o'zining YouTube kanalida yangi ko'rinish berdi. U aytishicha, uning kanali kimningdir qo'liga o'tgan, uning bor narsalari, uyi, mashinasi, boyligi, shuningdek unga tegishli raqam, telefon va unga tegishli barcha entertainment va shunga o'xshagan barcha narsa davlat tomoniga yoki kimdirning qo'liga o'tgani haqida aytilyapti. Keyingi qismda boshqalarni davomini ko'rasiz. Ikkinchi qismni kuting.